Dadasi 3 oy bo'ldi mana shu uyimizga bitta lustra ololmaymiz a. O'rizorda lustra tanlayapti. Voy dadasi, voy chiroylilik, mashina, voy dadasi, voy chiroyliligini. Magazinchi sezib qoldi. Xushyor. Aka sizni taniyman. Nech pulingiz bor? $200. Bering qolganini oyma-oy bir umrga to'lavorasiz. Mayli, ana ko'rdingizmi tushungan odam ekan. Deb er-xotin mashinada ketyapti, xotinda kayfiyat zo'r, uyga lustra oldi, erni qiynashni boshladi. Jimket, Jimket, shu. Lustra olib berdi. Jimket deyman. Bayram uyda. Lustrani qo'ydi. Kayfiyat million. Adajonisi, bugun men sizni yeyman. Bolalarim buvsinikiga kirib ketgan. Uzr, buvsinikiga ketgan. Buvsiniki yonida ekanda, buvsinikiga kirib ketgan. Lo'millamay o'lgurib, bitta ovqat qilibdi keyin. Men bitta ovqat qilaman, onangiz ham qilib bermagan. Deb turib ovqat qilibdi. Endi uyda kayfiyat zo'r. Yemay turing, ovqat yemay turing. Ha. Putin degan arobi. Hali mayda juda o'rtoqlaringiz bilan avarsimang. Bugun bayram qilamiz. Dadam Rossiyaga borganda, olib kelganda bir o'g'irlab qo'ydim. Shayton sherik bo'lmasin? Bizni birovlardan nekamimiz bor. Ey jifti halolim deb past qo'yib qo'ygan. Oila, maza. Hali pakanadan kelgan aka ekan bu ham. Yaxshimisizlar, yigitlar, sizlar rahmat, opamlar yaxshimi, sizlar qaramay o'tib ketadi-ku ko'rishib. O'shanaqa hokimiyatda ishlaydigan, pastroq yuradigan, yaxshimisizlar yigitlar deydigan aka ekan. U aka lustrani oldi, uyda bayram 5-5 bitta 07 zirtillatib qo'yibdi er-xotin. Erligi esiga tushib qopti akani. Aya qara, lustrani bugun ilib oramizmi? Dadasi ustalari iladi. Qo'ysiz-chi. Ha? Yig'ishtir stolda. Stulda qo'y. Stulda qo'ydi. Pakanaroq aka. Endi ana 200 kilovat chiqdi-yu svet.